narsani va hech narsani sog'inmadim ayajon deysan. Sani qalbing gulday nozikligini onaman-ku, his qilaman. Bugun Behruzjonim menga ilk bora onalik baxtini nasib etgan kun. Behruzjon bolaligidan to'polonchi edi. 6 oyligida beshikni ochib orqamdan hovliga chiqqanini eslayman. O'shanda bilganman, bu bola boshqacha bolaligini. Urushqoq, janjalkash, yangi kostyum shim olib, ertasiga yirtib kelgan. Nimaga bunday bo'ldi deb so'raganimda, ariqqa tushib ketdim desa ishonibman. Aslida janjal qilib kelgan kun edi. Dunyoni ko'rsataman degan gaplarni ko'p aytarding Behruzjon. Esingdami? Birga yig'lashgan paytlarimiz bo'lgan, birga urishib tepishgan paytlarimiz bo'lgan. O'zim ko'p eslaydiganim, erkak bo'l, minnatchi bo'lma. Olib kelgan narsangni narxini hech qachon ayolingga aytma. Ayol kishi shundayki, ichidan uzilib mehri yo'qoladi degan gapni ko'p aytardim. Men bilasanmi nima uchun bugun xursandman? Seni erkak qilib tarbiyalaganimdan xursandman. To'g'ri, sog'inaman, yig'layman, ba'zan xursand bo'laman, lekin muvaffaqiyatlaringdan boshim osmonga yetadi. Rejamiz bor. Yozayotgan kitobing bog'bon darajasiga chiqqanda Yevropada taqdimot bo'ladi. Qolgan mehrimni, muhabbatimni o'shanda aytaman. Kelinjon, sizga ishonaman bolamni. Baxtli yashanglar, ko'p Behruzchalar, umidajonlar bo'lsin. Baxtlaringizdan sarmast bo'lib yashash bizga nasib etsin. Tabriklaymiz.